Hozirgi darsimiz minsofga taxlash haqida bo'ladi. Ya'ni masalan, o'zingiz bironta yaxshi ko'rgan qo'shiqda ba'zi minsofkasini eshitgingiz keladi yoki masalan montaj qilayotganingizda qaysidir qo'shiqni faqatgina musikasi yozmoqchi bo'lishingiz mumkin. Har xil maqsadda kerak bo'ladi. Shuning uchun hozir sizlarga bitta qo'shiqni minsofka qilib ko'rsataman. O'zim ham masalan ko'p foydalanganman. Masalan, qaysi qo'shiq yoqqan paytda o'sha qo'shiqning musikasini o'zimni taxlagan videoroliklarga qo'ygan paytlarim bo'lgan. Birinchi o'rinda o'zim Telegram kanalim bor. Mana bu Avtoterma degan. Shunga o'zimga yoqqan qo'shiqlarni tashlab boraman. Hozir Jaloliddinni qo'shin ko'chirib qo'yaylik. Qayda mana sahrantka qilib Telegram papka sahrant qilaylik. O'sha siz bilgan To'yingda degan qo'shig'i mana ko'chirib oldik. Kelmadi. Hozir qo'shishni minsofga qilib ko'ramiz. Google ga kirib X minus deb qidiramiz. Mana sayti chiqadi. Farqi qaysi bo'lsa ham o'tasiz. Xotda bosasiz. Akkaunt bilan kirasiz. Endi bu yerda obrat vokalga kirib bu yerga MP3 ni tashlaysiz. Buni qulay tarafi limiti bor. Bir kunga 10 minut bersa ham 10 minutga ham bir ikkita yoki 3 ta qo'shiqni minsofga qilsangiz bo'ladi. Biroz kutib turasiz. Mana tayyor bo'ldi. Mana bu adashmasam tepasidagi o'sha minsofkasi, pastdagi pilsofkasi qo'shiqda o'zi. Mana minsofkasi, pilsofkasini tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Odamlar kuldilar telbadi. Sen aytding to'yimga kelmadi. Bu pilsofkadan deyarli foydalanmaysiz. Aslida minsofkasi kerak bo'ladi. Mana ustiga bosib, bemalol ko'chirib olib, o'sha musikasidan o'zingizning montajlaringizda foydalansangiz bo'ladi yoki qaysidir qo'shiq yoqqan paytda o'sha minsofkasini bemalol maza qilib eshitsangiz bo'ladi. Vinyetka 24 fotograflar uchun zamonaviy uslubda yaratilgan yuqori sifatli vinyetkalar xizmati. Respublika bo'ylab yetkazib berish bepul. Barcha darsliklarni rasmxona.uz saytidan bepul yuklab oling.